Jarima qarorini sud tartibida bekor qildim. Biroz avvalroq to'lagan jarima summasini qaytarsa bo'ladimi? So'nggi vaqtlarda aynan shu mazmundagi savollar ko'payib qoldi. Odamlar SMS ko'rinishida ijtimoiy tarmoqlar orqali savol yo'llayapti. Javob berishga harakat qilaman. Agarda siz sud tartibida noqonuniy jarima qarorini bekor qildirgan bo'lsangiz, shubhasiz, biroz avvalroq to'langan summalarni qaytarish masalasi kun tartibiga chiqadi. Kimdir qayerga murojaat qilaman, kimdir esa nima harakatlarni amalga oshirishim kerak deb savol beryapti. Aslini olganda, siz hech qanday harakatlarni amalga oshirishingiz shart emas. Bu pullar sizga avtomatik tarzda qaytarilishi kerak edi. Tushuntiraman, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2021-yil 8-iyulda qabul qilgan qaror bor, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik ishlarini yuritishda elektron tizimni joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan 431-sonli. Ana o'sha qarorning 7-bandida bir guruh davlat idoralariga, xususan Markaziy bank, Moliya vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Ichki ishlar vazirligiga topshiriq ketgan. Ya'ni 2021-yilning 1-sentyabriga qadar sud tartibida yoki boshqa asoslarga ko'ra jarima qarorlari bekor bo'ladigan bo'lsa, avvalroq to'langan jarima summalari avtomatik tarzda fuqarolarga qaytarilishi shart. Ya'ni bu mexanizm 2021-yil 1-sentyabrga qadar ishlab chiqilishi kerak edi. Ana endi menda savol bor. Yuqorida nomlari zikr etilgan tashkilotlarga ushbu mexanizm joriy etildimi? Shu bugungi kunga qadar, hozir biz 25-yilning noyabrida turibmiz. Shu kunga qadar bu mexanizm joriy qilindimi? Joriy qilingan bo'lsa, qancha odamni pul summalari, ya'ni to'lab berilgan jarima summalari qaytarildi? Qolaversa, qarorda yana bir qoida bor. To'lab berilgan summalar bo'yicha ma'lumot E-ma'muriy ish platformasiga yuklanish kerak edi. Shu kunga qadar qancha odamning jarimasi to'langan summasi qaytarib berildi va bu haqdagi ma'lumotning nechtasi E-ma'muriy ish platformasiga yuklandi? Nazarimda odamlar jarima bekor bo'lgandan keyin pulimni qaytarib bering deb iltimos qilish kerak emas. Bularning barchasi avtomatik tarzda yuz berishi kerak. Savol yuqoridagi organlarga. Agarda siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta uni yaqinlar bilan bo'lishing. Ushbu savol tezroq egasiga yetib borishi uchun. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.